YouTube kuzatuvchilarimiz, mana hozirda tovarlarimizni joylab bo'ldik. Endi narxlarini chiqaramiz. Ertadan sotuvlarimiz boshlanadi. Mana o'sha Xitoyda reklama qilgan tapchikalarimizdan ham keldi mana. O'sha tigerli tapchikalarimizdan mana. Bular ham ertaga tugaydi. Videoni baribir ertaga qo'yaman. Mana sochiqlar deysizlarmi, har xillaridan. Narxlarni aytib o'tolmayman hozir. O'zi qisqa tezda video olay deb olyapman. Mana maytlar polni kiyim-kechaklar, erkaklar, ayollar, detskiy pastellarni ham rosa yangiliklari kelgan. Mana qulupnaylarni ham zo'rlari kelgan. Mana unaqa yangilik narsalar kelgan, o'ta zo'r. YouTube'ga va Instagramga video qilamiz alohida, buni ochib ham ertaga kunduzi. Hop. Lablilarimiz, adyollar, zimnilar, mana norkalar zimnilari, har xillari. Mana qimmatlaridan ham bor. Daraxtda mana yangi chiqqanidan ham keldi. Zimni ushtalik. Atirgul bor. Daraxtda eskisini 3 xilidan bor. Qora atirgul bor, karam bor, zebra bor. Hammasidan bor qo'yin qiymatda. Parkurpalar bor, hali ochilmagan. Detskiylarda ham rosa zo'rlar bor, har xillar. Rasmlari juda chiroyli. Bu parkurpalarimiz ham ochilgani yo'q. Bularda hali video ham qildim. Bularda alohida video qilaman. Parfumeriya вообще zo'r mashlarhamchi. Granulalar bor, shampullar bor. Eng qizig'i, hali 3 burchak sovunni ko'rgan bo'lsanglar reklamada, sochni qalinlashtiradimi deyilyapti. O'shanaqadan ham bor, qaysi korobkada 200 ta. Uni ham ochamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa ertadan sotuvlarimiz boshlanadi. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu Andijon viloyati Shahrisabz tumanidagi narsalar. Hop. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga chiqarib beramiz. Xudo xolasa muatir sovunlarimizdan ham bor. Bugun yana Xitoyga zakaz qildik mana ko'klaridan. Keyin qopchaliklardan ham. Mana qopchaliklarimiz tugadi, 4 dona qoldi. Har xil rasvetkasidan aytdik. Ichkiliklar. Keyin mana sochiqlarimiz ham upakovka qilinyapti. Xullas mana shunaqa. Kimga nima kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ayollarning ham rosa zo'r tonika kiyimlari kelgan. Ertaga rosa sotuvlar bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Xudo xolasa boshqa yana videolarni qilamiz ertaga kunduzida. Mana shu narsalar ham zo'r narsalar. Ulardan bor hali 4 ta, 5 ta bolishi bor.